Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyele ve muhakemelerine başlayımız. Leksiyede sırğa görüyoruz. Washington'da sözdeyimiz. Bugün çislak 2024 yıl 10. ayının 14. günü haftığı Düşenbe vatandaş. Avval sizlerge kısa haberler bile vaziyettin bişaret bireyli. Onun da sözdeydiğimiz Amerikalık bir nefer mütever ayal Michelle Condi hanım Uygurlarning bugün günü ve şundaqla Uygurlarning jaza lagerda tartıvatkan azap uqubatlari ve bular qarta hozir chet el şirketlerining, mesela Yaponiya şirketlerining, Dori şirketlerining, yana nimalarning Uyg'uristonga kirganligi ve Xitoy bilan birlashib şirket qurup qon plazma tayyorlash, qon elish, qon dövlash, qon to'plash işleri bilan shug'ullanayotgan şirketlarga murojaat qilib, hem Amerikalik fan tadqiqotchilariga murojaat qilib, biz bu ishga ko'ngil bo'laylik. Ko'ngil bo'laylik, hammamiz ko'ngil bo'laylik, munosabatsiz holda ko'ngil bo'laylik. Hem bu tecrübe ve bu sınaqlarga mablag' salayotgan şirketler biz bu ishga ko'ngil bo'laylik. Bu ayolni men hozir o'xshatsam, Michelle Condi hanım aynı çağda Washington Post'si gazetede o'tirg'i chiqqan 2 nefer muxbir. Mesela şu vaqtki sobiq prezident Nixonning davlat ichidagi ba'zi savalliklari tufayli uni iste'fo berishga zo'rlagan, majburlagan 2 nefer muxbir. Uyg'urlarga shundaq muxbirlar kerakmi? Lekin Uyg'urlarga Michelle Condi hanımdek odamlar kerak. Bugünkü Amerika'da Uyg'urlarga Michelle Condi hanımdek odamlar kerak. Bundan avval sizlarga hozirgi vaziyat to'g'risida 5 cümle so'zlaylik vatandaş. Bu vaziyetimiz bugünkü nima desangiz, ba'zilari sizga qiziqarli bo'lib tuyulishi mumkin vatandaşım. Ba'zilari endi odatdagidek deylik. Anlıyorsunuz mana bundaq. Birinchi xabar G'arbiy Chang'an yo'li, Beijing Chang'an yo'li, G'arbiy Chang'an yo'li bo'ylab bugun bir ish yuz berdi. Kompartiya barliq mudofaa zarbi berguchi qurollarni bu yerga yetkazib keldi. Havo mudofaa to'sib zarbi berguchi qurollarni bu yerga yetkazib keldi. Yani G'arbiy Chang'an yo'liga yetkazib keldi. Xi Jinping yer astı bomba uyiga kirib olib, tashqariga chiqa olmadi. Shu shavxi yotib 10 ayning 13 kuni. Yana bir xabar. İsrailiya harbiy gazarmasi Jungoda ishlangan ko'langa belgilik odamsiz aeroplanning hujumiga uchirdi, ziyon zahmat og'ir bo'ldi. Bu bir vaziyat. İkincisi hozir Jungo havo va dengiz armiyalari Tayvanni qurshovga oldi. Jonlanning nazari 10 ayning 14 kuni yutib. Amerika Jungoga bor kuchi bilan bosim ishiltyapti. Lekin Amerika Jungodan, ya'ni shu darajada qo'rqyapti. Xi'ning dunyoga nazari Hong Kong Sumroq televiziyasi 10 ayning 14 kuni Hong Kong Sumroq televiziyasi bu Jungoning o'zining televiziyasi. Hozir obzorchi Xi, boshqa ismini biladim, unutib qoldim, xatti chiqmay qo'ydi. Xi Sumroq televiziyasining obzorchisi shundaq debdiki, Amerika Jungoga bor kuchi bilan bosim ishiltyapti. Lekin Amerika Jungodan shu darajada qo'rqyapti. Rost. Amerika Jungodan şu derecede qo'rqyapti. Bunu Amerika Jungodan qo'rqaman demedi cuma vatandaş. Dünyanın hiç qanday yerda bir Amerikalikning, bir tadqiqotchining yoki kimning Amerika Jungodan qo'rqidi degan so'zini hozirgacha anglab boqmadik. Lekin siz bilan biz faraz qilaylik. Amerika Jungodan nima uchun qo'rqadi? Hatta Kurt Campbell, ikinci qo'l rahbar
Devlet Mahkemesi'nin Amerika'nın yakında yani şundak dedi. Bizning Jungo Kompartiyasini ağdırıp etiş niyetimiz yok. Jungo Kompartiyasini ağdırıp etiş bu Amerika'nın ve Amerika'nın ittifakdaşlarının menfaatiga xilaf. Tushundingizmi bu hüküm? Bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlar hech qachon burun ve bundan keyin Jungo Kompartiyasini ağdırıp etimiz demaydi. Çünkü bu ağdırıp etish Jungo Amerika'nın ve Amerika'nın ittifakdaşlarının menfaatiga xilaf. Bunun ma'nosi nima? Nimishqa? Jungo Kompartiyasini ağdırıp etishni xohlamaydi. Bu shu siyosiy arbobning o'zining ma'na doirasidagi, fikr doirasidagi ish vatandosh. Biz faqat siz bilan birga faraz qilaylik. Amerika Jungodan nimish qo'rqadi? Beşidi Şii efendi depti, Amerika Jungodan qo'rqadi deb nimish qo'rqadi? Ben sizge aytib bersem, eğer Jungo'da birov o'zgarish yuz berib, Jungo Kompartiyasi halok bo'lsa, Jungo jamiyatining taqdiri nima bo'ladi vatandosh? Jungo'da Gomindan hükümeti kurulup 28. yılgacha 12-yilda 28 yılgacha 14 nefer militarist o'tirg'i chiqdi vatandosh. Agar qo'shib keldigan bo'lsangiz, Jungo Kompartiyasi shu militaristlarning biri. Agar yana qo'shib keldigan bo'lsangiz, Jungo Gomindan partiyasi shu militaristlarning biri. Chunki hokimiyat Manjula Manching hokimiyati og'dirildi. Og'dirilgandan keyin siyosiy sahnaga chiqayotgan har qanday kuch agar o kuchini ishiltib bu davlatning birlikka keltirib mana men demagicha hammasi militarist. Ya'ningizmi? Hammasi militarist. Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida vaqt avtonom rayon emas, Şinjan degan yerda shunisi militarist. Hammasi militarist. Agar shundoq bo'lib, Jungo ichki yig'iliqqa, ichki urushqa, ichki qirg'in chapqinga, ichki nizohga, ichki namoyishlarga va bostirishlarga duch kelsa, Jungoning ichki qismi nima bo'lib ketadi? Jungo fuqarolari qaysi kunda qoladi? Jungo fuqarolarining bu qitim bu kunlarda endi burunga o'xshamaydi. Bu kunlarda agar shundoq payti Jungo fuqarolar tarafdan bizning qo'shni davlatlarga qochib chiqadigan, musofir bo'lib chiqadigan ish bo'lsa, 2011-yili Arab dunyosida paydo bo'lganda musofirlar lageri, bu qatam Jungoning musofirlar lageri, ya'ni shundoq paydo bo'lish mumkin bo'lsa, bunga dunyo bardoshlik bermaydi, afandilar. Dünya herkes bardoshlik bermaydi. Mesela Amerikaga 2 yildan beri qanchalik keldi qochqinlar. Türküm hammasi Jungodan bevosita Amerikaga kirib keldi. Meksika orqali kirib keldi. Chidamadi Amerika. Shunchalik ishqataq Amerika chidamadi vatandosh. Agar Jungoda shunday ish yuz beradigan bo'lsa, dunyo qanday bardoshlik beradi bunga? Amerika qayerdan qo'rqdi ki vatandosh? Mana mushu yerdan qo'rqadi. Bunu yığınçaqlığında Wang Lishun deydigan Jungo'nun bir fursat beres. Yazgıçısı var, türmede oturgan Şinjan'da. Senin Şarkı Türkistan'ın, menin Garbi yurtum deb kitap yazgan biri. Şunun kalmili aytganda, şunun ağzıyla aytganda bu nima? Aynı çağda 19. asırda Fransiyada o'tirg'i chiqqan Malthus nazariyasi, Serqafat, Huang Holun. Bu çağda bütün dünyaga seyrak afet. Jungodan yetib kelgan seyrak afet bütün dünyaga taşlanadi. Buna kim bardoshlik berolmaydi? Amerika bardoshlik berolmaydi. Şuna bu yerda Amerika nimadan qo'rqadi? Jungoning ichki ishi shundoq bo'lib ketmasa, asta. Mana men desam, mana demokratik yo'l dunyo sana ko'rsatib qo'ydi. Xalqaro jamiyat sana aytibdi bu yo'lni. Mana men desam, mana bu yo'l. Mangmayma desam biz sana zorluk qilib yoki boshqa yo'l bilan Jungo Kompartiyasini og'diradigan ishni qilmaymiz deydi. Shunga Sumruq efendi, siz buni javob berganda, tushundirganda, Jungo xalqiga sharhlaganda Amerika Jungodan qo'rqadi. Nima uchun qo'rqadi? Masalan, Wang Lishun aytgandek, Amerika Jungodan qo'rqadi, sariq ofatdan qo'rqadi. Wang Lishun efendi shu sariq ofat nazariyasi kitobini yozgandimi? G'arb dunyosiga bergan tahdid. Diqqat qil. Jungo Kompartiyasini og'diraman dema. Jungoning ichki ishiga aralashaman dema. Jungoni parchalayman dema. Agar undaq deydigan bo'lsang, butun dunyo Jungodan eqib chiqqan, saqib chiqqan sariq ofatning ichida qolasan.
Wang Lisheng degan mush maqsad yozgan kitob. Hong Kongda nashr qilingan kitob. Kaningizmi? Shunga bugun Sumroq televiziyasining obzorchisi Shi Apandi Amerika Jungoga qattiq bosim ishlatyapti bargan sira. Lekin Amerika Jungodan qo'rqidi degan bu qo'rqidi degan so'zning ma'nosi mana men sizga buga yetishmadim vatandosh. Endi yana bir inkas. Tayvan nazariyasi yuqori ko'tarildi. Jungo Kompartiyasi sukutga, jimlikqa tushib qoldi. Amerika Filipin boshchiligida ittifoqlashib, harbiy manevr tahdid soldi. Tangjiang, yangi torbitik Tangjiang olamga nazar. 10-ayning 14-kuni YouTube. Bu qisqa xabarlarimiz, sizlarga vaziyatdan bergan xabarlarimiz. Vatandoshim, endilikda biz boshlaymiz rasmiy xabarimizni. Rasmiy xabarimizning mavzusi mundaq vatandosh. Geçelim. C4ADS yer şarı doğru teminleş zinciri Uyghur rayonidagi kişilik hukuk dafsandichiligi bilan bog'langan. Mavzuli xabar 10-ayning 11-kuni Angliya. Kechiringlar. 10-ayning 11-kuni Erkin Osiyo Uyg'ur tel gruppasi e'lon qilindi. Xabarni muxbir Nur Imon tayyorladi. Xabar mundaq boshlandi. Xitoy dunyodagi eng zo'r dori ishlab chiqaruvchi. Shundaqla dunyodagi ikkinchi cho'ng dori bozori. Ma'lum bo'lishicha Xitoydagi bu cho'ng dori bozoriga mas'ul nurg'un shirkatlarning ishlab chiqarish bazasi Uyg'ur elida qurildi. Davron apandi Uyg'uristonda qurildi. Mustamlika Uyg'uristonda qurildi. Dunyodagi cho'ng shirkatlarning va dori bozoriga mas'ul bo'lgan shirkatlarning bazasi mustamlika Uyg'uristonda qurildi. Markaziy Washingtondagi ilg'or mudofaa markazi 8-oktyabr qo'shimcha ta'sir yer shari dori ta'minlash zanjirining Uyg'ur avtonom rayonidagi kishilik huquqqa bo'lgan bog'lanishi sarlavlik yangi dokladni e'lon qildi. C4ADS'ning tadqiqotchisi Michelle Condi xonim tarafidan yozilgan mazkur dokladda dünya dori san'ati bilan Uyg'ur elidagi majburiy emgak o'tirisidagi bog'lanish ko'rsatilgan. Dokladda ko'rsatilishicha Uyg'ur eli Xitoydagi eng cho'ng dori shirkati Sinopinning 4-chi cho'ng ishlab chiqarish bazasi bo'lib hisoblanadi ekan. Uyg'ur eli ya'ni insonlarning plazmasidan Uyg'ur eli ya'ni insonlarning plazmasidan dori ishlab chiqargan. Masalan, qon plazmasidan dori ishlab chiqaradigan Uyg'uristonda shundaq dori ishlab chiqaradigan 10 cho'ng shirkatning biri bo'lgan Xinjiang Dejivan biotexnika shirkatining muhim markazi. Shundaqla dunyodagi Pimey estrogenning 25%'ni ishlab chiqaradigan birdan bir shirkat bo'lgan Xinjiang Nozlin Bio dorigarlikning yoki shirkatining tijoratidagi halqaliq o'rinishga. Adamizmi? Dünyadaki PMA Strogan'ның 25%'ni ishlab chiqaradigan birdan bir shirkat bo'lgan Xinjiang Nozlin Bio dorigarlik tijoratidagi halqaliq o'rin ishgan.
Dokladga asoslanganda Xitoydan eksport qilingan 76 xil o'xshamagan dura mahsulotlari faqat Uyg'ur elida, yana mustamlika Uyg'uristonda ishlab chiqariladi ekan. Butun dunyoga tarqatilgan 76 xil dura Uyg'urning qinidan plazma elib yasaydigan dura. Uyg'urning qinidan plazmani ayirib chiqib yasalgan dura. 76% dura butun dunyoga eksport qilinadi ekan. Bunun içinde bazı ağrıq pasaytish doriları bor bo'lib, bu yer shari ta'minlash zanjiriga nisbatan majburiy emgakka chetilish xavfidan derak beradi ekan. Bugun bu yerda Uyg'ur u majburiy emgakka selinib dori zavodida ishlayotganlar emas. Uyg'urning yana bir qarindishi gazarmirda qon beryotdi, majburiy bog'lab qo'lini kishallab, uning to'mirini tepib, qonni sug'urib olib, so'mirib olib, bu qonning plazmasidan dori yasayotdi. Bu dorini yana Uyg'ur majburiy emgak bilan yasab beryotdi deganlikdir. Majburiy emgakka chetilish xavfidan derak beradi ekan. Bu xil xavf mavjud bo'lgan ahvol ostidami Amerika Yemaklik va dori boshqarish idorasi FDA bilan Yaponiya dori davolash uskunalari idorasi PMDA Uyg'ur eliga joylashgan dori shirkatlariga ijozat bergan. Dori tadqiq qilishga ijozat bergan. Uyg'urning qanini ishlatishga ijozat bergan. Ve bu dora ishlab chiqarilgan dorilarni dunyoga eksport qilishga ijozat bergan. Qaysi Yaponiya shirkati, ana Amerika Qo'shma Shtatlari shirkati. Dokladda ko'rsatilishicha, Yaponiya dori davolash uskunalari idorasi Uyg'ur elidagi Tangritog'i dorigarligi va Ili Juvan degan Olja Ili o'lkasi. Şunu yaptı, bunun ismi Ili Juvan ekan. Biotexnika şirketining ijozatnomasini tasdiqlagan. Yaponiya şirketleri 2023-yili Ili Juvanning şirketidan vositalik holda mahsulot setib olgan. Kuzatuvchilar Uyg'ur eliga bog'langan dori shirkatlarining faqat majburiy emgakka chetishlik bo'lmasdan diqqat vatandosh. Belki ishlab chiqarilgan dorilarning 2016-yildan boshlab Uyg'ur elidagi Uyg'urlarga qaratilgan keng ko'lamli tutqunda va lager turmalarga solangan millionlagan kishilarga sinaq qilinish ehtimolligini ilgari surmoqda. Mush jumlani yana bir o'qib beray. Rag'bat qilmadi, menda bir o'qib beray. 2016-yildan boshlab Uyg'ur elidagi Uyg'urlarga qaratilgan keng ko'lamli tutqunda lager va turmalarga solangan millionlagan kishilarga sinaq qilinish ehtimolligi ilgari surilmoqda. Yuqorqi shirkatlar Uyg'uristonda qurgan shirkatlar yasaydigan dorilar Uyg'urlarning ustida sinaq qilinganligi ilgari surilmoqda. Amerika turishloq lager shoidi Mehrigul Tursun bu haqda radyomizning ziyoratini qabul qildi. Uning aytishicha, u 2016-yildan 2018-yilgacha bo'lgan aralıqda lagerda turgan vaqtda turli dorilarni yeyishga majburlangan. Mehrigul Tursun 2018-yili 28-noyabr kuni Amerika Davlat Majlisi qarmag'idagi Xitoy ishlari ijroiya komitetida o'tkazilgan guvohlik berish yig'inida uning charchanda 17 kvadrat metrlik bir kameraga jami 67 nafar Uyg'ur ayol tutqun bilan solanganligi va billa solanganligini 3 oy ichida bu kamerdagi tutqunlardan
9 nafar ayolning hayotidan ayrilganligi haqida guvohlik bergan edi Amerika Davlat Majlisiga. Michel Kondi xonim Uyg'ur elida ishlab chiqarilgan dorilarning lagerdagi kishilarga sinaq qilingan yoki qilinmaganligi haqida to'xtalib, bu haqda biror isbotga erishalmaganligini, ammo bu xil ehtimollikning nihoyat yuqori ekanligini bunda ta'kidladi. Yana bir anglab o'tadi. Michel Kondi xonim Uyg'ur elida ishlab chiqarilgan dorilarning lagerdagi kishilarga sinaq qilingan yoki qilinmaganligi haqida to'xtalib, bu haqda biror isbotga erishmaganligini, ammo bu xil ehtimollikning nihoyat yuqori ekanligini mundaq ta'kidladi. Bizning bu rayonda yuz berayotgan ishlar bilan munosabatlik tibbiy sinoqlarni qilishga doir gumonlarimiz bor. Bu rayonga munosabatlik tibbiy sinoqlarni qilish qarta bizning gumonimiz bor. Ammo buning oyat aniq isbot topa olmadik. Lekin bu hargizmi undaq ishning mavjud emasligini bildirmaydi. Bu yerda davat edekin Michel Kondi xonim qon tipini ayırıp bo'ldi. Qon tipi bo'yicha qon oladi. Qon plazmasini ayirib chiqadi. Qon plazmadan dori yasaydi. Qon plazmada yasalgan dorilarni dunyoga eksport qiladi, pul topadi, dollar topadi. Lekin biz buni da gumon qilmaymiz. Gumonimiz bor, paketimiz yo'q. Gumon qilmaymiz, mushunda qiladi deb gumon qilamiz. Gumon qilmaymiz emasmi? Mushunda qiladi deb gumon qilamiz, lekin paketimiz yo'q. Michel Kondi xonim ashundaq dedi. Lekin bu hargizmi undaq ishning mavjud emasligini bildirmaydi. Masalan, qon tipi, qon plazma dori yasash hargiz bundaq ish mavjud emas degandim direkt bermaydi. Şinjan Dejiven Biotexnik şirketi kan toplaydı. Gördünüz mü? Şinjan Dejiven Xitay şirketi kan toplaydı. Lagerden kan toplaydı. Türmelerden kan toplaydı. Balalar yeslisinden Uygurlardan kan toplaydı. Bunun Uygur rayonida kan yığıveliş panketi var. Onun bu Dejiven şirketinin Uygur rayonida Uyguristan'da müstemlike kan toplaş, kan yığıveliş panketi var. Nemege şahit buluvatsız vatandaş dostum ben, nemege şahit buluvatım. Her halde halak buluvatımız, tügevatımız, dünyadan ketivatımız. Biz bolsak mı bunu anlap gitimiz. Lagerdeki, ceza lagerdeki, türmelerdeki Uygurlar bu kan eliştiğin imihkelliğini his kılıştığını bilmeydi. Saddı Uygurlar. Neden Uygurlar? Neymiş ki bunda kılıdı onun sebebini, cevabını herkes tapalmaydı. Çünkü bir adam onun eğitip vermek için bunu bilmeydi. Sadda yazı kışlak adamları, sadda Uygur dihkalları, onun kını. Bugün 3 noktada Uygur'un pahtisi, Uygur'un kını, Uygur'un kan mesulatları, Uygur'un nipi tabi gazları, Uygur'un tuzu natri sulfat, Uygur, Uyguristan'da halak bulup bütün dünya onun kanını şuravatıda. Bütün dünya onun kanını şuravatıda. Çet elde Uygur tildi sözleydi Allah'ın Xitay hazır iştek talaştırıvatıda. İşte bu okşaş talaştırıvatıda. Hazırkı dünya, hazırkı Uygur'un dünyası, benim şu dünya. Dijiven'den Şinjan Uygur Abdünom Rayon'da kan toplaş, kan yığış iskilatı var. Ula kan bergenlerinin hemmisinin pidai hikayeliğindeydi. Kişiler kan bergende pidai bulup kan verirdi. Xitay hiligerligi, Xitay mütehemligi, Xitay bu cemiyeti, Xitay cemiyeti degan cemiyet 5000 yıllık medeniyet tarihin badaydı. Bu cemiyetke has, Xitay cemiyeti has menteqe kurulmuyor. Ya Xitay cemiyeti emez. Cemiyet buluştan ibaret muş alaydilliki has Xitay'da menteqe degan narsa yok. Şanınız mı?
Ben bir şey bir ispatlap bireyim ama mesela Xitay yakında nemi dedi? Tayvan'da devlet nezirisi oturup koy Tayvan'dan. Prezidenti Lay Ching-de 113 yaşlı kirdi Tayvan. Tayvan Jungo'nun medeniyet ve yaşam makanıdır. Jungo Kompartiyası 75 yaş kirdi, o da küçük balıdır. Degende Jungoluk nemi dep cevap verdim anan qarağa. Men takı bolsun muşundaq cevap berem da qarap turğa. Jungoluk nemi dep cevap verdi? Biz Gomindan'ı yo'qotgan edik. Gomindan yo'qoldi ma? Gomindan Tayvanda hayat. Bir kuni talishdi, bir kuni avshidi, hokimiyat beshiq kelaydi, u mavjud u. Uning ustiga prezident Lay Ching-de nima dedi? Men Junhua Mingo'ning manchinchi navbatdagi prezidenti dedi. Demek Gomin hükümeti hazır Tayvan'da hayat. Xitay nima deydi? Biz allaqachon yo'qotgandik. Mana bu Xitay mintaqasi. Mana mushu mintaqa bilan Xitay nima deydi? Fidoyi ekanligini bildirib bizga qon taqsim qiladi. Qip-qizil yolg'on. Ularning lagerdagi kishilarning qani ekanligini isbotlashga imkon bo'lmadi. Yani Şinjan Dicven şirketi elip kelgen qonlarni lagerdagi ve ceza lagerdagi türmedeki Uygurlarning qani ekanligini isbotlaşga asos topolmadik. Ular insonlarning qanidan qon plazmani ayirib chiqadi ve bunu o'zlari yasagan dorilarga ishlatadi. Tilg'ilib o'tganimizdek biz dorilarning lagerdagi kishilarga sinaq qilinayotganligiga doir isbot topolmagan bo'lsak bu, lekin bu kishilar bu kishilik huquq dafsandichiligiga ve Uyg'ur majburiy emgakka chetilish xatari intayin yuqori. Ko'rdingizmi? Bu deydi Uyg'ur majburiy emgakiga ve shundaqli Uyg'ur kishilik huquq dafsandichiligiga chetilishi mushu doğru ishlash jarayonlarining intayin yuqori. İspat. Rahmet Michel Kondi Hanım. Mushu quyosh mushu osmon ostida sizga rahmat. Michel. O yani Michel Kondi Hanım sözüne ahırda her qaysi hükümetlerinin doğru sanatedeki payçek sahiplerinin ve tadqiqatçılarının bu meseleye ciddi karşı lazımlığını eskertti. Biz hükümetlerini, hususi ilgilik payçıklarını, şundaqla tadqiqatçılarını bu meseleye ehmiyet berishga chaqiramiz. Biz hammamiz bir jamiyat bo'lish sifatimiz bilan ta'minlash zanjiridagi majburiy emgakka qandoq taqobil turishni o'ylash mas'uliyatimiz bor. Biz boshqa tadqiqotchilarning masalaga qo'l tiqishini qarshi olamiz. Biz bu to'g'riliq to'plagan sonliq ma'lumotlarni o'rtoq qilishni xohlaymiz. Yana boshqa tadqiqotchilarni qo'llaymiz. Rahmat. Michel Kondi